Assalomu alaykum. Navbatdagi misolimizda fermada 250 bosh sigir va buzoqlar bor. Buzoqlar butun mollarning 22% tashkil qiladi. Fermada nechta sigir bor? Olganda 250 ta mol bor ekan. 250 ta. Shulardan 22%ni buzoqlar tashkil qilar ekan. 22% buzoqlar bo'lgandan keyin o'z-o'zidan 78%ni sigirlar tashkil qiladi. Ikkalasini qo'shganimizda 100% bo'lishi kerak, rostdan 100% bo'ladi. Endi bizda nechta sigir bor degan 78% qanday topamiz? 78% topish uchun jami mollar sonini 0,78 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Shunda 195 ta sigir borligi ma'lum bo'lar ekan. C javob.